Sizlarga 7,5 sotuvlik Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Avangarddan 7,5 sotuvlik uchastka topib qo'ydim. Xona korobka solib qo'yishgan ekan. Bu yoq tomoni polniy yer hisobida berib yuborishyapti. Xullas, yaxshi arzon narxda. Narxini cho'zib o'tirmayman, boshini aytib qo'yaman. Siz esa hozir bitta like deb bosib qo'ying. Bosdingizmi? Qarang, 63 mingga so'rashyapti. Yana ancha o'tib beradigan joylari bor. Ancha so'rasangiz 1-2 ming o'tib berishadi. Ketdi. Qarang, mana shu joyga keldik. Ko'rasiz. Mana ko'p turgan kerak-kechi. Bu yo'q. Endi qaranglar. Ichingizda agar matematik bo'lsa, meni ko'rayotgan ko'p yoshi ulug', o'zini o'rin topgan, hayotda joyini topgan insonlar doim meni kuzatishadi. Hoji akamlar, hammasi yoshi ulug' insonlar. To'g'ri, meni ozgina xato kamchiliklarim bor. Biz ham o'zi katta blogerlarga havas qilib boshlaganmiz. Bo'lishi mumkin, o'zbegim uylari, yaqinlarim, okamlarni ham kuzataman. Undan tashqari Temir Karvon akamiz ana. Ular bizga ozgina yo'llar ko'rsatgan akamlar. Yana ko'p YouTube'da yaxshi blogerlari bor. O'shalarni kuzatib biz ham rivojlanib boramiz. Akalar ham meni kuzatisharkan, bu videoni menimcha akalar ham ko'radi. Temir Karvon, o'zbegim uylari. Sizlar ham akalar bitta like deb bosib qo'yinglar. Hammangiz yaxshi ko'ramiz. Keyin men ozgina xato gapirishim mumkin. Ba'zi bir joylarda tutilib qolaman, so'z boyligim kam. Lekin o'zingiz o'g'lingiz sal xato qilsa, nimadirlar qilsa, endi sal to'g'rilab qo'yasizlar. Sizlar ham meni farzandlaringiz sifatida ko'rib, meni xatolarimni to'g'rilab, endi sizlar bilan rivojlanib boraman-da. Like deb bosib qo'ysangiz, ketdim. Mana shu joylar. Xudo xolasa, yaxshi. Ko'ryapsiz, mana shu kerak, yong'oqgacha 7,5 so'm. Qarang, fasati 15 ekan. Kommentariyada yozaveringlar, uzunasiga necha chiqishi mumkin? 15, bu yoqqa qancha chiqadi? Qani kommentariyada qani yozinglar-chi. Necha metr chiqadi? Mana bu tomonga qarang. Dokument uchun qo'yishgan bu joyda. Bitta kameraning ozgina ko'rsatib o'raman. Xudo xolasa korobka holatda kelasiz. Xudo xolasa o'zingiz shimollarini, yanada tashqi fasadlari, mana shu joylari qo'yasiz. Bemalol kelib yashashga bo'ladigan joylar. 63 ming so'rashyapti. Xo'p, qo'yliqqa qancha Food City'ga qancha chiqadi? Где-то yo 5 kilometr yoki 6 kilometr. Men taxminan aytyapman. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalga o'tsanglar, aniq bilib olasizlar. Chunki men ham lokatsiyalarda kursinglar aniqi chiqadi. Biz ham yolg'onchi bo'lib qolmaslik uchun taxminan deb, doim taxminan deb aytaman. Shunga qarab arendar olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, qo'yliqni o'ziga menimcha 7 yoki 8 kilometr bo'lsa kerak radiusda. Balki undan yaqin yoki undan uzoqroq holatda bo'lishi mumkin. Avangard yo'lga где-то bir 150 metr yoki 100 metr taxminan uzoqlikda. Chunki bu yerda mashina ham bemalol ko'zda ko'rinib turib o'tayotganlar. Katta ko'cha. Sentralniy joylar, xudo xolasa, bu joylar Snosga, Qizilga, boshqa narsaga tushgan emas. Kelasiz, bemalol. Hozir yana bitta narsasini aytib ketishim kerak. Kadastrlari qilinayotgan jarayonda. Menimcha, egalar bilan gaplashsangiz, egalari aytayotdilar, qo'llariga kadastrni qurt qilgan holatda topshiramiz deyaptilar. Faqat shuna keladi, barakani olib, avans tashlab ketsalar, biz juda hammasini keltirib, qurt qilgan holatda qo'llariga topshirib beramiz deyaptilar. Pastda raqamlari qo'yib qo'yganmiz. Chiqsanglar bo'ladi, gaplashinglar, ma'lumotni beramiz, xudo xolasa. Mana shu joylar, ko'chalar ko'ryapsiz, asfalt. Tinch mahalla, qo'shnilar yaxshi joylar. Xudo xolasa, olgan odam faqat YouTube'da, faqat barakada bo'ladi. Like deb bosinglar. Shunaqa issiqda biz ham sizlar uchun ijod qilyapmiz. O'shaning uchun ma'qullab like tugmalarini bosib, obuna bo'lmay ko'ryapsiz-a? Obuna bo'lib qo'ying. Sizlardan nima ketdi? Like deb bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Chunki nimaga like biz tilanchi o'sha like so'rayveramiz deb g'alati o'ylab qo'yishingiz mumkin. Bu narsa nimaga? YouTube'da algoritmi shunaqaki, agar siz like deb bossangiz, kommentariy yozsangiz, meni qolgan videolarimni ham rekomendatsiyaga chiqaradi va qolgan
ijodlarimni ham prosmotrlari bo'ladi. Shuning uchun ham biz sizlardan like so'raymiz, videoni oxirigacha ko'rib qo'yib, kommentariy yozib qo'yinglar deb aytamiz. Shunda bizning ijodimiz yanada gullab yashnaveradi, yanada biz motivatsiyaga to'lib, yanada harakat qilaveramiz. Xudo xolasa sizlarga yaxshi uylarda, arzon uylarda ulashib boraman. Abdurahim Ashirboyev kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu videoning linkini olib, tanishlaringiz bor, yaqinlaringiz bor, yer izlayotganlaringiz bor. Shuni tashlab qo'ysanglar, kimdir joyli bo'lishiga, kimdir uyli bo'lishiga siz sababchi bo'lib qolasiz.